Assalomu alaykum, China Motors obunachilari. Hozirda KX Pro 3 elektromobilimizga deyarli 30% aksiya e'lon qildik, to есть skidka. Elektromobilimiz 360 kamera, panorama, люк, обогрев, обдув сиденья, память сиденья, так, мониторlar, multirul, cruise control, ABS. Salonlar polni koja bo'ladi, eko koja yaxshisidan. Torpedalar ham koja bo'ladi. Eshiklar shifkalar qilingan. Stek ila podyobniklar. Orqasi ham keng. Mana kolonka subwooferlar. Qo'shimcha mashina sotuvga tayyor holatda. Mana orqa ko'rinishi. 360 kamera. Avtoparkovkalar hammasi bor. Quyma sakadiska bo'ladi. Yumshoq ballonlarda almashtirish keragi yo'q. Hozirda taksilar uchun juda ham qulay mashina deb o'ylayman. Narxini qancha deb o'ylaysizlar? Hozirda sotilayotgan narxi $23,000 edi. Hozir biz buni o'sha $3,000 skidka holatida $20,000 qildik. Oktyabr 10-chisigacha. Ulgurib qolinglar. Eng asosiysi bu elektromobilimizni rassroshkaga ham olishingiz mumkin. Boshlang'ich $12,000 to'lab, qolganini 1 yilga foizsiz, banksiz, hech qanaqa hech kimning aralashuvisiz, faqat o'rtamizda siz va biz, ya'ni China Motors orqali shartnoma tuziladi. Hech qanaqa bir tiyin ortiqcha to'laysiz. To есть o'sha 12,000 bosh to'lov, 8,000 esa 1 yilga bo'linadi. O'sha qanchadan to'lov keladi, o'sha holatda bo'lib to'lashingiz ham mumkin. Elektromobimizga qo'shimcha ravishda ikkita zaryadka beramiz. Bitta uyda zaryadlash uchun, bitta zapravkada zaryadlash uchun zaryadka beramiz. Demak, uyda zaryadlasangiz примерно 3,5-4,5 soatgacha zaryadga to'ladi, polni 100% bo'ladi. Tok qancha ishlaydi, uyda zaryadlasam deganing mijozlarimiz ko'p bo'lyapti, savol berishyapti. Deylik, uyda 4 soatda zaryadga qo'ydingiz, uyda zaryadkasi to'ldi. Примерно hozirgi tok, masalan, oddiy jismoniy saqlash uchun tok adashmasam 400 so'm. Примерно 14-16 ming, 18 minggacha bitta zapravkangiz tushadi. To есть uyda zaryadlasangiz sizga mana shu holatda tushadi. Zapravkada zaryadlasangiz, zapravkalardagi elektr narxi anchagina qimmatroq, chunki ular nalogni ancha ko'proq to'laydi, chim jismoniy saqlaga nisbatan. Adashmasam, zapravkalarda hozir eng arzoni 2,200 dan boshlanadi, 2,800-3,000 gacha. Zapravkadagi qulaylik va zapravkani qanchalik tez berish va o'sha boshqa qulayliklarga qarab. Deylik, zapravkadan o'sha 2,200 dan zaryadlagan taqdiringizda sizni uzog'i 25-30 daqiqada zaryadlab bilasiz, to'liq 100% zaryadlab bilasiz. Qancha bo'ladi puli desangiz, zapravkada примерно 150 mingdan 180 ming so'mgacha bo'ladi bitta polni zapravkangiz. Bitta zapravka bilan bu mashina qancha yuriydi deydiganlar uchun, bu mashinamiz to'liq bitta zaryadda 410 kilometr yuriydi. Eng asosiysi bu Xitoyda eng lider mashinalardan. Masalan, bizda hozir Gentra'ni katta bolalar minadi, juda ham avtoriteti baland va ancha zamonaviy mashin, ko'pchilik biladi. Xitoyning katta bolalarining mashinasi mana shu KX Pro 3 desangiz ham bo'ladi, bemalol. Xitoyda nima deydi? Eng yuqori brendlardan biri. Asosiy ular Xitoyda buni taksida ishlashadi. Taksida bilasizlar, taksichilar eng kami 300-400 kilometr bir kunda yuriydi. Undan tashqari aynan shu modelimizni Beijing degani bor, ya'ni sedan varianti, bu hozir crossover, yo'l tanlamas. Xuddi shu mashinamizni Beijing degani bor, unda ham juda katta skidka e'lon qildik. Uni ham siz bor yo'g'i $16,000 ga olib chiqib ketishingiz mumkin. Bor yo'g'i bir necha daqiqa ichida bemalol hujjatlaringizni rasmiylashtirib beramiz. Unga ham rassroshka qilsa bo'ladi. Qo'shimcha u haqida ham ma'lumot olish uchun kommentariyada puls belgisini qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Demak, zapravkada 150-180 ming so'mda zaryadlanadi. Ya'ni puli. Dalshi, taksida qancha ishlashimiz mumkin desangiz, mana masalan oddiygina hozir Chang'an Benben, ya'ni Spark'ga o'xshash, Matiz'ning qotili deb, Spark'ning qotili deb ko'pchilik nima qildi. O'sha mashina hozir mening bir tanishim bor, bitta zapravka qilib bemalol 400-500 ishlayapti Buxoro sharoitida. Endi u o'zingizga ham bog'liq. Siz agar ishlashni xohlasangiz, ertalab barvaqt turib, o'sha kechki ayni chaspik paytlarida ishlasangiz, menimcha bemalol, tem bo'lib bunda biznes klassda ishlaysiz, komfort varianti. Bu degani bu примерно endi nima deydi? O'ldim deganda
Menimcha 700-800 bemalol ishlasa bo'ladi. Chunki bundan deyarli 2 barobar kichkina Changam Bembem mashinasida 400-500 topayotganda bu komfort biznes klassda yo'l tanlamas, tem bo'l 360 kamera, panorama lyuk, umuman budagi funksiyalarni sanaguncha o'sha kech bo'lib ketadi, esli что. Demak, kimga mana shu mashinamiz qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana quyidagi nomerlarga telefon qilsangizlar, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Aksiyamiz 10-sentyabrdan 10-oktyabrgacha amal qiladi. Barchangizni China Motorsning Buxoro filialida, Buxoro darvozadan chiqqanda o'ng qo'lda kutamiz. China Motors, orzularingizni birga amalga oshiramiz.